Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bu videoni faqatgina judayam diqqatli bilan tomosha qilinglar. Iloji boricha bitta ham zarracha ham narsasi qolib ketmasin. Demak, bizga kerak bo'ladigan narsa The Archiver. Mana shu programma Play Marketda ham bor. Tortib olamiz. Undan keyin bu yerga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana shunaqa oyna ochiladi va bu joydan downloadga kirib olamiz. Mana shu download papkaga kirib olamiz. Xo'p, bu joyga kirganimizdan keyin обязательно Telegramdan narsa skachat qilganmiz, faylni Telegramdan olganmiz. O'sha narsani mana bu Telegram papkadan kirib ko'ramiz. Demak, Telegram papkaga kiramiz. Mana bu joyda 120 FPS deb turibdi. Mana shu narsani ustiga bir marta bosamiz. Bu joydan mana bu yerga chiqarmoqni bosamiz. Tak. Bu yerga chiqarmoq mana. Belgilab ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerga chiqarmoq. Tak, endi bu yerga chiqarishni bosamiz. Va bu joydan bizda parol so'raydi. Parol обязательно yozilgan. Tak. OK deb bosamiz va bizda ko'rishimiz mumkin. Mana bu papka ochildi. Savigami. Tak, endi bu papkani ichiga kiramiz. Va mana bu birinchida turgan faylni kopirovat qilamiz. Bosib turamiz. Bu yerdan nusxa olamiz. Nusxa olgandan keyin bu joydan chiqamiz. Tepadagi orqali chiqib Android papka dataga bu yerdan PUBG ni topamiz. PUBG ni rasmi ham turadi mana. PUBG ni o'zining rasmlari bilan turibdi mana. Bu papkaga kiramiz. Bu papkaga kirgandan keyin Filesga kiramiz. Bu joydan pastda mana bu joyga kira olamiz mana. Tak, ana endi bu joyga kirganimizdan keyin Shadowga kiramiz. Plus yana Shadow. Saviga kiramiz. Savit. Tak, bu joydan sal ko'taramiz. Mana bu joyda boyagi papkamizga o'xshagan nikli papka bor mana. Savigami. Bu joyga kirib olamiz va yana salgina ko'taramiz. Ko'tarsak, bu joyda boyagi kopirovat qilgan papkamizga o'xshagan, faylimizga o'xshagan fayl bor. Endi buni pastdagi mana bu ko'rib turgan ko'k knopka orqali joylashtirish bosamiz. Bu joydan pitichka qo'yamiz va qaysilariga mana qaranglar. Mana bunga pitichka qo'yamiz. Qayta nomlashga qo'yamiz. Bosamiz. Mana. Bunga birinchi pitichka qo'ydik, qayta nomlashni bosdik. Qayta nomlangandan keyin bu narsa mana ikkitaga bo'lib qoldi, ikkita. Endi bu joydan tak. Mana bu birinchi bir raqami yo'g'ini, demak mana bir raqami yo'g'ini nima qilamiz? Udalib tashlaymiz. Bosib turib o'chirmoqni bosamiz. Keyin mana bu bir raqami bor faylni tak bosib turib qayta nomlashni bosamiz. Qayta nomlashdan mana bu bir ikkita nima chiziqchasini olib tashlaymiz, faqat mana shu so'zda o'zi qoladi. OK tugmachasini bosamiz. OK tugmachani bosgandan keyin bu joydan qaytib chiqamiz. Tak. Bu joydan qaytib chiqib, yana o'sha joyga qaytamiz. Tak, u joydan qaytib chiqamizdan keyin yana o'sha download papkaga kiramiz. Yana Telegram, yana Savigami. Endi bu ikkinchi faylda olamiz. Ikkinchi faylda kopirovat qilamiz. Demak, ikkinchi faylda nusxa olamiz. Tak, bu joydan chiqamiz yana. Endi Androidga kiramiz. Data. Tak, bu joydan PUBG ni yana topamiz. Demak, PUBG.
PUBG'ni topamiz. Mana PUBG turibdi. Tak, PUBG'ga kiramiz. Files, UI4 Gummy, Shadow, yana Shadow, Savit, yana ko'taramiz. Mana u Savi Gummy'ga kiramiz. Bu joydan boyagi narsani qo'yamiz. Yana boyagidek ptichkani belgilaymiz va qayta nomlashni bosamiz. Qayta nomlashni bosganimizdan keyin u mana bu joyga bir xil narsa, faqat bir raqami bor paydo bo'lib qoldi. Endi bir raqami yo'g'ini o'chirib tashlaymiz mana. Bir raqami yo'g'ini o'chirib tashlaymiz mana u bir raqam house ichida bir raqam borini ustiga bosib turib qayta nomlash qilamiz. Va mana qayta nomlashda ikkita reshotka birini olib tashlaymiz. Всё, OK deb bosamiz. Bu joydan chiqib ketamiz. Shu bilan tamom. Faylimiz o'rnatildi. Endi bemalol kirib PUBG'dan o'ynashinglar mumkin. Hammanglarga rahmat.